Siz ko'rmanlar ko'rayotganinglar 5 dan xoli mahsulotlari bilan iste'molchilar sog'lomligiga zo'r to'kib qo'shib kelayotgan El Nuri şirkati tajdorligidagi Chaqchaq Sahinda programmasi. Men program riyosatchisi Javdat Rafqat. Bu Tursun kamning laqabini 50 deb oldim. Bu bir hurmatli ko'sim so'rab baqay bu qanday qo'yilib qolgan laqab? Men bo'ldi Tursun kam keplima mikrofonni oldingda empamiganda. Tursun kam o'zi tushuntirib qo'ysin unda olsa. O'zim bir tushuntirib qo'ya. Buningda hamda meniki kichik bir ishga o'g'al biz mo'min deb inim bor, men Tursun u mo'min. Bu ishimiz mahalda bir-birimizdan işte. Allayka deb o chaqirib ketdik kichik vaqtlarimiz. Ben onu kichik allay, men cho'ng allay deb ananiki so'rlarga cho'ng bo'lib bo'g'icha ancha deyishmagan. 15 da aşqanda. Keyin bir so'rindi, 19 yosh vaqtlarimda bir yaxshi bir akamiz bor edi, ustoz Savirdin deb chaqchaqchi. Şu Chaqchaqchi ustozlarni tutishib qilib, bu kichik vaqtlar o'chaq 3-4 kun masalachaylar bo'lgan vaqtlarda. Şu 50 to o'sha yerda bu Tursun 50 ekan laqimi. Deb shu vaqtdan boshlab ta hozirgacha Tursun desa taz o'chiq to'namaydi. Tursun 50 desa hamda. Kichik vaqtda chaqirdi ismni bilibdi, shuni deydi. Balduroq chaqiramiz, bormayman-da men. Men ham shu mazgillarda balkim Tursun kam ism topamay 50 deb turganmi deb. Tapqich qo'yib turgan. Bo'lib Tursun kamniki o'zining mana shu yurish turish olsun, salobit olsun. Hamda men o'zim shaxsan ko'z qarash Tursun kam shu Suydangda Qo'rg'as noyasida tug'ilgan hamda bizniki esil chaqchaqchi bu Tursun kamni biz ham hurmat qilamiz-da. Bu bizga ustoz yo'lliq akamiz. Buningki o'zining tashqi qiyofati bo'libmi o'zining yurish turishi men kishilar buning umaqligiga qarabla Tursun allaymikan degan shuni qarab dedimi deysiz. Buni ish bizdan cho'ng allayga emas. Allaylarning shu joyida Akram kam bir allay bek qo'ysam bo'ladi dedi, Tursun kamni ko'tarib kelsa bo'lamdi ekan. Bo'libmi o'zingning kashi esil bir qiziq bir paranglaringda men deb bergan bo'lsa, ha, yumurdiringda bir yumurdinmi? Ha, yumurdiringda bir chiqqan bo'lsak. Amli bo'lgan bir ish bor. Biz ham malda Chonso'zda bir nochi bor, ham jini qog'dakli bor. Ham odamdil yapli keladi, biroq kundil bilan bir qon keladi, yo jitiq keladi. Bir malda bu bir 6-7 yo'qolib ketdi. Shuni o'g'lan yo'qolib ketgandan keyin bir kun tushdi yotsam, telefon keldi, bilsam olmayman, voy desam, Tursun kamma dedi, ha desam, men yiliq nochi deb uyimizda. Yurkam jig'idi qildi. Ha, yo'qolib ketding qufkam desam, izdabmi qo'ymading aka dedi. Ne desa hozir desam, men Shixanzda. Bu yerda nima ish qilyapsa desam, bu yerda 200 dan jiqroq 500 ga bormaydi, odam boshqaryaptimi? Mening diginim degan qinim qilgan. U yer boshqa bir yig'izim gap qaytmaydi dedi. Bugun aşağı görüp baş götürüp ketken o'xshaydi deb 600 so'm mashin bo'lib borsam tuproq o'sha qarasibdi bu. Abay Tursun kam shu chaqchaq hayotida o'zining ba'zi bir gaplarni anglagan vaqtlarini yo'qmasa ko'ngil ranjitgan ishlarni, ko'ngil og'ashlarni deb o'tchu hamda. O'zining og'zidan anglab baqsaq, men ba'zi bir so'rovlardan qaytib Bəzilərinin tilahanətlərə ya hətta ki bir müşkütərəsə uçurab qalğan bir işləri barmı? Hə, əmdə bunda işlərni Tursun kamdılı deyək. Mən də bu baxmağa deməmsin. Mən onda bu vaxtlarda Tursun kamlar bilan Akram kamlar çaqçaq qilgan məzgillərdə bəlkə bunlar məsləhətçilər şu məzgillərdə at bilan bağan məzgillər. Atlarını qoyub soxab. Bo'libmi biz hozir mashinada bağaşqa iştiyin kelib. Piyada qağanlar bilib degine. Bo'lgan ama bundaq ishlar. Ba'zi so'rovlardan shunda qo'shal 5-6 balla qaytqandimi, borgandimi, uyga borgan chaqirib borgandimi, shunda qo'shal opirdik. Qaytqandimi shunda mas'uliyatchanlik bilan uylarga kelib qo'ygan. Ba'zi so'rovlarga uyda aka berib qatnashib bersang deb shunda birimiz qilib opirdi. Apagandan keyin bu xo'shlashadigan vaqtida yo'q-da. Onu bilib bo'lamiz. Ba'zilarda yiqiriq yel piyoda minib kelganimiz bor. Ba'zilar opirib qo'yaka bo'ldi deganlarimiz bor. Bir masajlardan ma'lum bir masajda ashlar chachirab mushtab 70-80 odam bor. Men ha deganda mo'yitga diqqat qilmabdimiz o'chal balavoqlar. Mushtab aylantirib kelib bek ter ketgan, dehshat ter ketganda chaqchaqqa qarsangmi bir qizirdigan bal ekanda aylantirib kelib aniga maslashtirib ikki qiz gapsa men chachirab qo'liga sirkan endi bo'lib 7-8 odam ara aylab oldim. Men tavoq qildigan chilar.
Aşında bulup yerdə royun bir çüp bitirken bir xilirqi kızı kan soyğanda bulap boy aka boldu işin mayda vallahi işte da çıqırıydı onu çıqırıydı başqa yerге. Keyin yana eksimiz kelip bizning xalqning ehtiyojı. Bizning ayaqlarda az-ço men çoğuzda şu mella az bo'lgandan keyin bu ehtiyojı bo'ptilar deb mana shu vaqt kelyapmiz endi. Chiqib aytganda aqlliroq mishlaq cho'ng bo'lgan ba'zi bir sorun ko'rgan yoshlar bo'lsin cho'nglar bo'lsin tushundiki yana seni azar bermaydi ekan. Aslında o'zining uyida azar qurmaydiganlar shu salat maslahatchidim shu azarni quritmaydi ekanda ular bakav yerda. Bir ish chiqadigan bir sorun. Ekremka hozir mana shu Tursunkam deydi-ku, mashalarga qo'llarga sirkaylarni evaldi debsan, mush ishlar qanday qaraysan? Buni hamda buni to'g'ri tushunsak bo'ldi. Buni hamda biz salbiy jihatini tushunamiz, ijobiy jihatini o'zimiz tushunsak, bu shularniki bizga qilgan chaqchiqi. Ben mushta qilsam bu qanday javob qaytardi? Agar men menda deb turib olsam, ba'zidan terik turib, qiziq gap anglaydi-ku. Masalan, isamkamlarni ba'zi aloqalar atrofida terik turib, isamkamning qiziq gapini anglaydi. Shuning o'xshash chaqchaqchig'i bo'lgan bir xil ularniki chaqchig'i deb tushunamiz-da biz. Shundaq aka. Bir etizliqlarga bir cho'ng qilib bir nonjali yozibdi ekan. Bu yerda hamda u ishchi bu ichib to'kilib ketgan bir aroqni yalovda bir chashqan, yo'g'on chashqan. Qo'sq degan ko'p, quyruq degan uzun, mushq ko'p mamay. Aran mushta sukab menolsa 50 metr ariqlikda yovmish kuchibdi. Bulan ko'z qochadigan jonda g'iqqa mushk degan eski. Bu yoq bu qarshi hech kim yo'q, udul qarshi chashqan. Bu go'ylar bizdan qochadi. Ha, ne bo'ldi? Sen mening avlodlarimni, ajdodlarimni yeb avutmiding? Bugundan boshlab meni yeyolmaysan. Sen mushk qopib, nimishga yeyolmayman? Men ertishdagi soat 4 da shaparanglar to'y qilma, kelgusida ballalarim osmonda uchida uçan qadar yelaysa. Sen mushk xattirjam. O, daraxtni tepib mushk bilan ko'rdingmi? Debki, ha, desa, ash meni ayolim bo'ldi dedi. Çarçaq sekiniz bir şey alışmam da. Çarçaq sekiniz bir şey alışmam da. Tonuşluğu bu yak yana. Tonuşluğu bu yak yana. Ve ben bu balın tonuganda kılman bu. He. Bu bizim az süydünlük. Senin oğlan estu. Sadam. Tanıvıptı. Tonundaki durdu. Oy Jodek Qanaqa havolan? Yaxshidan mufkam salomat maqina kela. Oy Ekrem ka ustaz. Yaxshimi? Tutdingizmi? Hadi qalman shu. Tursunkka yaxshimi aka? Yura. Yaxshi o'tiribsizlar ku. O'tag'an bir. Mana yaxshi o'tading degan bilan endi oyoq ko'tarilmaydi. Men boyma o'rindiqdan sirgandim, pitib ketamdi debchi. Oyoq egir qilib turgan yaxshi keldim. Qo'rg'asnaydi bo'sh bo'lmiz, yetaver edimiz. Telefonda saqlab turman. Mushman qayalarning hamsi o'yilib ketdi deb. Hozir qulcha kirsam Sadam qandaydi ekan. Hozir Qo'rg'asnaydim bekor emas shu yerda. He. Mush 40 bin faonlik o'ynab degunga desam. Bu da Sadamning ishini oldimi shu yerda? Yo'q. Chuchurga oshgan, o chuchurni ishini bo'lmaganki, hammasi leylab u yerda Sadam Chunxov deydigan bu. Ansaq suydanda bir atdan bedi o'g'lab tutildi dedim. Sen olam biz bir ishga desak bu biramang chuchuriya bu. Bu birta yesam olmay deb chekishlar yedimiz. Yaxshi bir enimiz bu. He. Degansiz paslab ketgan. Tursunkka o'tirib ketsang bu yerda. Ishkemgan bo'ldi sizlar. Shagi beka kirimdan so'z kizlab kirdimmi ya? Bu enim tek o'ylanmadi. He, men texi Bu da buni Mo'g'ulgradan bir qiz topgan, tamuqingiz jiqqa deb orilib ketdi. Ne oldu ki? tam qiz. Aş uyudim hozir oldidan tahsin iletmisan sappa davr demasman. Qilsak yaxshi. Qilsak yaxshi. Bu odat langmandagi mentang non tashlab yedi. Ma ishi tek kichik yomon ish semirib ketdi, ha? He. Dün bitiribdi, semirib tushgan bo'lsang to'y kuynak bo'ldi ekansan. Men tuyuqsiz chiqqanda chidiraymikin deb. Uyning ichida uy vaka debchi. Bu Sadam enimizningki taq turqini, gap so'z qiyofatini
bizniki ustoz chaqchaqchimiz Hüseyin Jikamga Hüseyin Jikamga haqiqatan shu odamniki ta'sir bo'lgan bo'lishi mumkin odamniki. Mening ham shu ko'nglimda so'rashni o'ylaganam. Oldi bilan shu ustozni bir eslab o'tishdi. Hüseyin Jikammo Qo'rg'osnoyisda aşaqda tug'ilib o'sib ish qilib shu chaqchaq so'rinlarda nurg'un qitimlab biz ham uchratgan. Ustozning qo'shgan to'kbilari bek ko'p. Avval shu ustoz to'g'riliq Tursun kammo ba, Sadam ba, Akram kammo ba. Shularning shu ustoz to'g'riliq bilgan va ko'rganlarini anglagan bo'lsak. Bo'ldi, davosimi shu o'z o'g'limiz Sadamning og'zidan shu Hüseyin Jikamning bir nimasini tushungan bo'lsak. Bo'ldi. Dadamning tarixini qisqacha bir depiray. Dadam bana depresiya 89-90 yılda tatib chaqchaq qildi. Nurg'un vaqtlar chaqchaq qildi, keyin men qiziqib qoldim bunga. Dadam meni kichik vaqtlarimda operatsiya so'ralagan. Opera başı nurg'un adamlar va aşağıda yumurlan so'zlaydim keyin jamiyat chiqqan ayaqqa men bu yerga berib chaqchaq qilgan bo'lib nurg'un adam Birajan üzerden kaptı dedim ben karab. Ama okşaymaca dedim bu. Okşaysa. Şu arqılıq şu. Dadamның ta'lim tarbiyaları bilan men o'zim mushunga qiziqib etsem dadamma bo'pti. Mush yo'lda men deb. O'zim qiziqib qoldim. Sen kichkina mush dadam deb kelgan pulni sana aytiramasmiz. Şu qiziqib qoldim. Bular ağılsaq suydan dadı başqası bir toyun talışıp bölüşüptü de. O pulni o'g'lab o'pirib sog'ni aypib o'pirdim. 7 yaş 8 yaş vaqtda shu akil bilan borsa sana bolam biz bolalar bek heves qildik bo'lsalar. Mush sanab shu bo'ldigan ishga deb qachon cho'ng olam deb ketgan bo'l. Hepni cho'ng olsam bir 50 tutuldim. Sizlar talat chaqchaq qilganki uyinglarda Allahning paydo qilganini o'qimadinglar-da. İşlik esqatqaniki bo'ldigan 50 da. Dadam bu yüzden emasmi nima? Bu darslarımı tükep geçtim, burada 3 yıl yaklaşım buradan. Sadam inimizdeki, kısıkça düşündürsem, bunu Qo'rg'osnoyda dadasiga faxrlik ustozimiz Hüseyin Jikam bilan men Valikam mushlar Rishtgam deb ustozimiz var. Bir o'tirishlarda to'liq maslahatchi o'tirishlar billa. Bu Hüseyin Jikamning bir alayidligi naytdi 100 adam 100 kishi o'tirishlar bo'lsa, işte kontrol qila oladi sorunni. Şu mezgillarda biz mashinada şu adamni chaqirg'ini, o'shaning dadasini shu uyga borsak, o'yildi kichikdi bu. Anchamiz qiziqchilik qilib qo'ydi, o'yinlar ko'rishdik, aklaydi. Keyin bu rahmatli saqsiz bo'lib qolgandan keyin bu Sadamning anısı u yoq bu yoqlar so'rildi, berayotgan og'aylar chaqiryotgan. Ustozim dedi, balam anchamiz so'riladi, udil kelib qolasizlar qachon. Men deb qo'ydim, to'g'ri o'tmay oldim. Deb degandan keyin bu inimizdan bir so'rildi, maslahat ko'rishib qoldik. Men tonimaydi, bu bola cho'ngib ketdi dedim. Bu yerda bu Yakub ustoz dedi, hurmatimizni qildi, biz izzatini qilib, mana hozir bu inim chiqqaniga 10 yil bo'lib qoldimi, Sadam? Tasqalim uni men deb pagini sana. 7-8 yil bo'libdi ishkala. Ha, mush ikimiz o'shalar billah. Qo'rg'osnoydamda yoshladim, mush inim ishini hozir yaxshi chiqdi. Ha, chaqchaqlarda so'rinlarda deganda men aka sizni mush ustoz tutsam, menga bir ta'limlarni basil chaqchaqda ustoz yo'q, ama ta'limda Shu. Ha, qandaq odamga huzur berimi deb chaqchaqni, qandaq azar beradigan gaplarni qilib qolma. U birinchisi, ikkinchisi ilmiylik. Ata-onalar ko'gidek saqlam umrida. Meni qayerda bo'lsa. Üçüncüsü bek qanday ma'lumlashuvsin yoki o'zing da'vatligini iqtisodga bek urib ketma. Deb ba'zi gaplar so'rinlarga 3-4 turli gapni qilib berdim. Shu bo'yicha men o'tdi bu inim. Bir ishki so'ringa qo'sqini ko'tarsam ketaverdi ham. Tursun kamdan mana bunda aytganda Sadamdan ish kichik bo'lsa-mu, Sadamdan shin Tursun kamdan. Ko'rganlar deydi, men ayol bo'lsa deyapti. Aziz ko'rmanlar, ko'rayotganinglar 5 dan xoli mahsulotlari bilan iste'molchilar sog'lomlik zo'r to'kib qo'shib kelayotgan Al Nuri şirkati tajdorligidagi chaqchaq sahnada programmasi.
Bir kısım alı cumanın bir. Qo'saq amroq bo'lgan ekan da. Jiqiya oldik de. Voy devamigida qo'saq amroq bo'lgan ekan. O qo'saq yeganning ishi emas u. O ba'zi bir uvlatadi ximilik tarkib bor. Sop narsadan to'llab bilsak bo'ladi da. Ya balam, to'xta. Aşkını ko'dingmi namaqanni? Langmini mushundoq o'xshaydi. O'tganima yegan. Haydagina men bir taq. Voy dada, yana qo'saqdan jidilma. Sen sani ko'dingmi? 5 daldan sepsep gitayli balam. Haydagina. Bura. Burg'una. Sodiqon ketay dada, mana keldik mana. Keldik deb. Daryoga qapirib sug'ama yandirib keldan balib sachimasan. Ha keldik. Mana dada, bu vago Al-Nurining 5 xali mahsulotlari. Mana bu uni. Unda şunun tabağa yapamaya git, meşe git, ben kurkunu yemem, kapitip. Ben kalıma, sirma. O kızık ol sen. Vay dada, bu Al-Nurining 5 xali ullari. Bu ximilik bulg'inishdan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, uzuqliq kuyishdan xali, süpesiz buğdaydan xali. Mana. Mening aldığım unum tak moştak unti. 10 xaltili basa bana. Oy. Dada, bir xaltini yeb turaydi. Al-Nurining vago 5 xali mahsulotlari tugamaydi. Ha, bo'pti. Dada, men tanga keleymi? Men tanga götürgene var. Aşa kelgene aş. Al-Nuri yeşil organik ulları sağlamlığınız üçündür. Tabii yemeklik, sağlamlık demeklik. Al-Nuri. Kino, film, televiziya, teatr, doğman, programlar hemmimiz gözlekte. Yuqori sizlikdeki ko'rinish sizga isil tuyg'ularni taqildi. Kuni yangilayotgan ko'znak kino qutisi texmi cho'ng, texmi tez, texmi suzuk. Ko'znak aptitali va ko'znak kino qutisi siz va oilangizga xushalik qilib kelgisi. Ekremka, hemen bu Saddam'dan açmış yumurlarını anıldım-çu. Bu yumur sözleşmem menimce bir obraz talep kıldıgan bir sanatçı bu. Nayt obrazlık çıkmasa bu yumurga adam külmeydiken be külkülük olan takdirde. Şunlaşkan lekin qarsam şunda obrazlık. Şunda doğraş maharati olsun yoki ifadeleş olsun belki yaxşı. Siz hem de şunun yumur sözlüğü qandara qaraysiz? Bu Saddam'ni men burun çaqçaqlarını anlagan. Ma ekran o bo'ladini ko'rganda telefon nimidan so'raladi. Yumurni mushkatdan shebela bilan bir yerda o'ta vaqtida bu yumur so'zil deyishadi. So'zlaganda noyatli ixcham yumurchi. Anadan keyin burunq yumurusimi yengidek ish qilib, chiroyli qilib, noyatli ilmiy qilib so'zlaydigan bu yumurni. O'tgan bir kalning yumurni so'zlab berdi bu. U yumurni boshqalar desa, meningdek demaslik mumkin-da. Shuni men hoşup kettim. Ma yumur necap bundan dedi. Ma yumur başka adam dese çokum külmeyimiz. Ma sen de geç külüp ket. Hemiz külüp ketti ayedi ço. Bunun da bir kız yumur nima? Yaxşı sözleydigan bir nima baki. Xususiyet var ekan da. Qadar var ekan. Onda asa rahmat. Yumurlardan Saddamniki yumurlar. Bu Saddam inimma Ekremka sen degandek bo'libmi bizni mana biz ketib qolgan ham chaqchaq bo'ldi ketib qolgan odamga. Vay ustazım da şunda hoşuk var bizden şagirtler almadı gitme. Şu an Saddam'daki şagirт yeteklikde oldu mu dedim hem de Saddam'dan bir tatlı bir yumurlarda bir işken tanışkanımsak eken görmeliydi bir sungan bolsa. Mening bir ağaynam bor, mujo hayotga kelib, umri kelib baza kirib baqqan bola emas-da bu. Baza nima to'rt odamni uqmaydi unda ishlarni. Bir kun telefon qilib menga voy adash, pravo ilib oldim deb. Bu ömrümde baza girmegenim qanday vaqtda elib oldim pravoni desam, sen pravo deysan, mashin elib oldim dedi bu. O muborak bo'lsin adash. Dedim shuninglar qilib popla telefonni qo'yib etib, bir haftadan keyin yan telefon qilibdi. Jinib adash, sen shada jiq yuriysan. Qatnash qoidalarına uqmayotganman, qaysi chirog'da mangman, qaysiningda to'xtayman deydi. Qizil chirog'da to'xtaysan adash. Ko'k chirog'da mangsa desam, ma'qul deb telefonni qo'yib, bir kundan keyin telefon qilibdi. Jinim adash bir qizil chirog'da turayotganda men saq bir kun bo'ldi. Zat o'chmayotdi dedi jimi bu. Joying turibdi 15 minut borman deb borsam, bu Pamdurjon zavodining Vivix'sini oldi turibdi. Bir ma'lum sinfga yo'g'on tavuzdan birini kirib, savoqdashlar sizlarga tavuz pichib berma degandan keyin savoqdash bolalar qiqas qo'shib ketjimi bu yerda. Ammo lekin ma'lum sinfga tavuzni kiribdi, pichoqni unutib qolibdi-da. Savoqdashlar, men pichoqni unutib qolibdim, pichoqni kirgich tavuz yeyotmasanglar ma'qul debdi. Ma'lum pichoq ichib kirsa, bolaning hammasi tavuzni qirib etgan gap yapti. Ma'lum kirs tavuz yo'q, ma'lumning ojiq 80 kg chiqib. Tavuzni kim yeydi? Jim turgan bolalar. Tavuz yegining oyoq o'tash. Yemigining oyoq o'tash desa, ma'ngshashdan birisi chiqib shapaqa kelna turdi.
Ya Ekrem Kemal kalın yumurun dep kaldı ya ustaz. He. Az yumurun dep bire ya. Bir dehqonning o'ylisidan bir kala chiqib, mushtaq bir yezdik bir malni vayron qilib juma bu kala. Ko'chada ushaq qo'lini qo'g'lab. Ishning oldidagi to'xtatib qo'ygan mashina usib bu kala. Ammo bir talaliq terib qo'ygan saypayni buzib, ashta vayron qilib bu kala. Ilgari kim nirvin dehqonning uyiga kirib qolibmi bu kala. Eliq uyning egisi kaliga adamga demay ko'ldan o'tar nirvin kechmaydi. Nima kelding debdi kalaga. Ha nima kelding? Ha nima deysan? Ha nima? Deseylik kalı zat atıp gittim mi hıcalatı hep nimdi işin tapamay süt alamsın diye. Söyümlük, fakirlik ustazım Velikem'den yomurdan bir depre. Bir muhbir gulcuk kilip kavapçıdan ziyaret kılıp kaptı da. Şu kavapçının hata dizip koyup netçilik koşta bulu bir de kavapçı kıralaydı bunun önünden bir köre bakay dep. Şunu hata yığıp koyup muhbir bir kavapçı depti de siz netçilik koşta bir de kavapçı kıralaysınız dese birinci kupap 10 kilo koşta çıkaralayma degan gap. Ya öne kamalat gitipsiz. Dep ikinci soraptı. Siz netçilik koşta bir de kavapçı kıralaysınız dese 50 kilo koşta çıkaralayma. Haqiqiy o'ynayman ekansiz. Uchinchi so'rabdi, uchinchisidan. Siz nechilik ko'chda bir kavop chiqara olasiz? 300 mavshash nemikan? Turkkanning tubiga loz ichib xumdan qaydab kirib ketibsiz. Açlık bilan nima munosabatga? Açlıkdan da qo'zardan qarab tegdi. Abim sütning gapini alib xiyoling yutdi-da, tuzun kasini. Sen karı olgan, senin karı olganda kalırın kilip biz imtiyip gittik. Senin koyun qo'yib dislapim bo'ldi. Allah'ımız çıkmazsa. Aşı veli dese rasılıkı İslam kamdan bir gepi isim ki vardı. Aş bir sorunda Mışınınki dadısı sen kamba sütünlük veli ba ayta bir çakçak olganda aşı sen kam sorgan mı sen kandarak İslam kasının çet bu neydi çakçak mayır mında etkanda sütünün günü bu degende angıcı veli kop men çoğu İslam kas sen yopurma ki ya kanda günü deyse ikimiz okşaş bir yerden kelgen tutsak diz. İkimiz bir yer bağa vakitte bir kıtım örüm bop kalktı da bol de İsamka sen al da berip ötemez bana bu. Şunu günü deyme. Ma veli ten alayını deydiğini kem al. Andikin bir skop Ar işitkamçı or işitkamız. O rişt sot yok. Arpat mehmonlarimiz bilan shunda qizg'in paranglashdik, chaqchaqlarimiz shunda qiz edi. Endi shu bo'libmi bir esil bir yer bo'pti-ku bizning o'yin turimiz bor deyman. Ha, buning da biz bir tema kelgan tuq. Chaqchaqlarimiz, chaqchaqchilarimiz chaqchaq qilib yurgan, bular qamlashtira oladimi? Men o'ylayman bu chaqchaqchilarni chaqchaq qildi, yumursuz deydi emasmi? Meningcha mush o'yinni voyaga yetkazib, oxirdagi mush ariyalar bilan bek chiroyli chiqara olamdiki. Aniq, chunki bizning chaqchaqchilarimiz ko'p qirliqlar bek ko'p. Masalan, Akram Setvaldi yaqinning yolg'iz kishilik usullarini ko'rsang, ayakları sil, birbirisiga o'rtaga aylanib olsin. Senin validlerin ne ya? Biz deyishib olgandek bular berdigan tema endi sadam o'zgarib ketmasin bu temani-chi. Lekin endi hozir bizning jamiyatimizda tashabbus qilinayotgan bir tema bor. Bu tema nima deganda tamoq isrofchiligiga qarshi turib, ochliqni qadrlashda endi. Shunlashqa mush temani bir o'tirib qo'yib, avval bir sen boshchilikda bir deyishib baqsaq. Oningdagi mushningga qarta mushu ustozlarniki mushu bir rol elish maharatini sinab baqqan bo'lsak. Bu senariy sen bilan bizning qo'limizda. Bular azroq ushtirib beramiz, qolgan o'rinlab buni %100 voyaga yetkazish mishlarning qo'lida. O'rinlasa, sahnadan tushib ketadi. O'rinlanmasa, o'rinlig'icha mishadi o'ynaydigan gap. Bu sadam odat ras ochliqdan bo'sh yemaydigan balada bu. Odatda Bu da bir 10 mo yeri var bunu uyunun aldılar. 10 moya buğdaylı tergen. Bu da onu 62 mon buzuyup bunu öz noç oldu mende 62 mo cidel terip koydu.
Toylab basamma, sadam kepti de baş kazanı tıkıp koydu buraya. Buğdayını qo'shnilar o'ylab, menga mashinaga baga o'xshaydi. Bir qish iyaqtak menga yeb chiqdimi deyman. Yetizlik vaqtida yeyib o'tamiz. Bu bir kuni qari ketib turib, dumni tushib, ishga qanqib to'xtab turgan. Suydan zerikkan balla buni qarib yasab o'ynaydi. Adam yo'g'on bo'lsa men degan baxtga. Qo'saqim balki bu. Ba. Xemeri jo'g'aydigan tangaldakdi bunda. Suydan jutayotgan ushaq ballarni mush yeyapti. Maydi sihat sabiylaniz deyli degan xat bu. Qancha olsa mening ichimda izlamaydi xatda. Birin degan olmaydi, sirklozig milab yeb qo'ydig'mi teqi. Hey. Bundan qarşı buruq bir safalaga o'xshaydi. Yumshaq. Purjuni o'lib paxtisi teshig'i chiqib ketganmi? Rajil o'tganga deb disi ishib ketgan. Keyin pasla boya ketib. Ayda bir sahvalar var. Bu Sadamdek balla haqiqatan ras bo'g'inim yaxshi deb o'yladim-chi, ma'rifat. Qandaq degan vaqtda. Bo'lib har millat xalqi isrofchilikqa qarshi turish to'g'riliq safarbarlikka keldi. Men hozir birimni o'ylab qoldim. Abamning haqqi meshada Akramka bilan Tursunkam birlashib bu Sadamni tamoqni anday jiqaydi bunda. To'g'ri, tamoqni ko'piga yaxshi. Oshirib qo'ymaslikmi, isrofchilik to'g'riliqmi Sadam birini ishlab baqsa, yaxshina yomon tusham degan da'vatman. Baş bo'libman, men shunda o'ylab qoldim hozir. Baş Akramkam bilan Tursunkam, sen bilan biz mishak kirgan bir oshxonada bir tamoq yeyotgan bo'lsak, Sadam eshaninki bir mulozim bo'lsa, shundan bir rolni ip baqqan bo'lsa, chaqchaqchilarningmi o'zining chaqchig'idan sirt olgan bir rolning bir go'zalligini bir ko'rib baqqan bo'lsak, ya kirgan qiyridan yap qo'yamdi bu. Ya bizga qanday kep bir ko'rib baqmamdi. To'g'ri. Ip baqa bo'ldi. Martni maydonsina. Elonlar memarlar tamqonlar chiqishi. Al Nurining chilanlardan. Bo'ldi, o'zingiz teganmi? Sheyxulay qanday tursiz siz? Cho'ng vaqt degan bo'lsangiz siz. Sizning turqingiz qarsam beg'i bilan so'zlashganday. Voy, memarlar sizlarmoqlar. Oshqozon sal yaxshi emas ekan. Azroq ishib qoldi. Siz siz buni amsiz bo'lmaydi. Ay, yapolamadık iş bağın kalsına buldu. Analar sal qattiq kedaymi? Ata soqab al o'qib birayliqmi? Chaynab bir begizgan bo'lsa, bu baldavatda men mayat ishlashdim, bir yeb allay baqqan balg'o bu. Me'morlar bu isrof qilsanglar bo'lmaydi bu boshliq degan. Qanday qilamiz bu oshxona endi? Bo'lmaydi degan uyonlarga aytinglar buni. biz uy bağlamamız Ekesek bo'ladi. Uyga bormaymiz, hozir boshqa bir so'ringa bordik, ha? Uyda hapla qaldik. Men xafa qoldim, işte yetlab yuryapman men. Aytinglar buni, isrofchilik nimalar bizlar pakiz bo'lsin har qanday ish. Sen aytamsan ya. Ya men uy bağlamam. Nazlimatlar nim japalar bilan keldimiş desqanga. Tökötonlar açık oldu. Yapolamadık. Bunun dedim chilanlardan bo'lsinmi? Chilanni ilib olaydi, balla yeydi. Yani chiqsa, o tamoqni yani chiqsa olmaydi. Mayda. Boshqalardan boshqa yeysiz. Anda qarasam sizning uydagilaringiz bilan xaylab olib tamoq qilgandek turdi. Chiroyingiz chiqibdi deydi. O'zar bir oshqoq odamsiz. Tep qoldi mana. Men de tamoqni yemagan odamning oldida turmay, tamoq chiqmagan odamnikini izlab qo'ysin. Bolalar deb ketsa. Elonlar aka bu ashirib qo'ysanglar bo'lmaydi, Elon aka. Bunun diyeceği da bunu uyanlarga ketmesanglar bo'lmaydi zodi. Cho'qim aytish kerak. Uyga akasak bo'ladi hamda uydimi yegidek adam yo'q hozir. Uydagilar hammasi men Urumchi ketgan. Sen aytdingmi? Ben bu Yapımız davatı mesela ama tamakla ekip ki uydakilar tamak atken ekepesanglar. Tegиш be? Yapımız uydakilar nimeden Ya başlayırız. Tuttura. Başlayırız onun da. Ha Tursunka aylangan nima qarab tursiz bu yerda? Sa to'yib ketdi falan bo'ldi. Yemedik, jipir topdik. Hey, sizga bir halvodlar bir keltirgan bo'lsak, ha? Sirkilaz qo'yib yeyman uni. Sizcha Akramka, taz yemaysiz-ku.
Men bo'pti azroq elib olay. Ta'sirlandim men gapingdan. Ma boyingiz bilan pakaroq tamoq yeysiz, beshingiz qayam degan. Akram aka siz mush laziydi elib oling. Mushunda elib olay. Açık kamera qo'ygan ekan. Ayva göroldi elinglar aka bunda. Sen görün elib olamsan. Elib olay bu Elnur'unki shunday payz o'xshagan taomlari buni asosak ashirib qo'ysak bo'lmaydi. Bir dandi bir jon deb. Ha, naqtab to'z esil aka mana. Sadam Puka mening tamog'ini deb qo'ymidingiz, mau jo'zni ijaraga berib o'tgan jo'zni. Buni boshqa bir ashxonaning adimi kirib zo'lamdi ya. Tushga ashxona kirib qoldi. Sizlar nima tamoq deganlar? Biz shu Elnurning uni bilan qilgan lag'manda degan. Ha, lag'mandan degan. Ha, deb qo'ygan taqamda men jam uxlab qoldim. Bu ashxonaning bir silva majburiy tangzaqma. Bularning ashirib qo'ydigan, ashirib qo'ymaydiganini so'rab. Babal meşeniki fiyemmo yamsmış. Aşkanın gufuncusun bu. Ashirib qo'ysam olmaydi. Nechilik yeysanlar tamoq bor. Qo'lo. Siz tamoqni jiqaygandek tursiz, bu bo'yingiz egizga sizniki. Ha, o'rtsam beshim qayda. Tutun uçsuz görünüyor. Lag'mandan chaynamay yeysizmi? Örtsam Chiqib bordi. Manda israf qilsanglar olmaydi, jima. Qanchalik yeysanlar tamoq bor. To'g'ri. Ammo lekin israf qilish bo'lmaydi. To'g'ri. Xato qildik. Ha. Bor ehtiyojimizni ortiq to'lib israfchilik qildik. Uning ustiga mana shu Elnurning lag'mini nima bu? Hozir bek yaxshi. Siz bilgan bo'lsa, men lag'manning uchun ushaq qilib berdik emas sizga. Qumizingizmi bir oshqozim chigishib ketmaydi. Javdatga yuqori kartendam bildik. Hamda Sadammo xil japatatchi. Shundoq. Ham shuni zo'lab chiqib oxiri mishlarni ko'ndadimish tamoqni aytishga. Deymizmi bu oson bir ish emas. Ha, hozir men qisqagina bir filmdan ikki xil ishni his qildim-ku. Birinchisi Sadam mulozimning rolini oldi. Ash mulozimlarni haqiqatan hurmat qilsak bo'ladi deb o'yladim-ku. Shularning xizmati haqiqatan jafoliq. Tamoq to'g'riliq gap qilsak, men ozgam 10 yil bo'ldi, chaqchaq sorunni jugini. Endi oz sondagi ba'zi bir qism kishilarimiz haddidan ziyoda o'zininki bir obro'y parazlik hisoblab, pesh qilib, o'zining boyligini ko'z qilib dasturxon orqali shuni ifodalaymiz deydi. Nurg'ulg'an tamoqlar shu yerda eshib qoladi. Hatto men ba'zida shu dasturxonda eg'iz tegmagan tamoqlarni men ipmasam, ba'zilar meni zanglik qilgan ahvollar bo'ldi-ku. Endi balkim unchalik isrofchilik qilmasak deb o'ylayman. Qog'inni endi shu Akramkam ustozimiz shu to'g'riliq bizga bir tushuncha bergan bo'lsa Akramka bo'ladi. Endi bu jihatda Isamkam bizga ulguchi. Isamkam shu o'zining demisi qarcha tamoq berdi. Biz o'yin qo'yib manqaloqlarda bu nimda oz buyurdi desam, bu Isamkam o'zi oz tamoq yeyotganda polo yedi deb ikki taqsa, "Ve ikki taqsini nim qilsa, bir taqsa" dedi. Ikkimiz el chiqqanda ko'rsa. Demisimi? O jeyiq besib akildi hamda. Akirgandikin o kichik taqsidan birini beringlar. Kichik taqsidikin yeydi. Endi 80 yosh vaqt balkim ashundaq bizmi qerganda işte az yeb qilishimiz mumkin-da. Yeydi an men yeymanda. Bo'ldi-ku bunda ikki taqsi buyurib olsang mening yeydiginim munchalik. Qoludi u ayada ishib qolsa, isrof bo'lmamdi. Dedi shuningdikin ayta az buyurtimizda. Bunda qarab boshqalarniki qarabmi? Hopla. Ola oshirib qo'ydi tamoqini. Töküdde aşılarning tamoqini töküvez qanday bo'ladi deb boshqalarning eshib qolgan tamoqlarini nima qilib ketadi bu hisobga. İçinib ketadi. Ondan bir yerlarda endi turbuladimda suvlar tushib qoldigan ishlar bor-ku, karimizni ketaveramiz-ku. Biz bir safarda ketmasak, bir bag'ridagi bir yerdan bir turbudan ballar suv ichganmi, suv shaqirab tushibdi. Mashinani to'xtatqizdi. "Ey, to'xtatinglar" deganda nimaga to'xtatdim? Nimaga desek? Ko'rdingmi, o turbuda suv shivotdi. Menga berib to'xtatib ke. Deganda shundan, "Voy, Isamga ketyapmiz." "Yo. To'xtat isrofchilik bo'ladi uning. Hukumat bir munch pul chiqaradigan suningga" dedi. Berib bedaqani biz aytayotganda ekan, xotirjam bo'ldi-da. Demak, endi hamma odam shunda bir ideyada men o'zimningla isrof bo'ldi demasin, boshqalarning isrofchilik qilishiga shunda Isamga o'xshash qarshi tursak, uni bu bir chinglik olmaydi. To'g'ri. Bu bir xil go'zal axloq deb qarayman. Meningcha
eng güzel ahlaklı adam aşındak buluş gerek. Bugünkü program bek yaxşı oldu aka. Biz bugün mehmonlarimiz bilan nayt yaxshi asralaşdıq, nayt yaxshi paranlaşdıq. Ustozlarni eslash bo'ldi. Shular to'g'riliq yaxshi paranglar bo'ldi. Eng muhimi chaqchaqni sahnaga chiqib turib, bugün nayt güzel bir holatda shundoq ko'z taldiq deb o'ylayman. Bo'lsa biz xotira yusunda bir parcha rasmga tushib, bugünkü programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Bo'ldi. Xotiraga tushsak bo'ladi. Sadam bilan albomni yapqin olamaz. Siz resim şöyle Saddam'ı sızıp olsun. Sadam bir ayrım bir albüm kılaydı. Ya biz layıkçılap tam kusturub alamdık ya. Ben kere versem Ekrem Kam'dan bir iş kıplasın. Bir albüm uçturuz kendi. Ekrem Kam'dan endi tutsan ısıtıl boğ taş bağlıqan ektirdi. Mehmonlarga Elnur şirketining 5 naqalli yeşil organik mahsulotlarini so'g'atliqqa kelgandik. Vay, bek esilibdi. Unda ustozlar, shogirdlar az olsun bizningki film gruppasining ko'ngli qabul etishinglarni umid qilamiz. Aziz ko'rmanlar, ko'rayotganinglar 5 dan xoli mahsulotlari bilan iste'molchilar sog'lomligiga to'kib qo'shib kelayotgan Elnur şirketi tajdorligidagi chaqchaq sahnda programmasi. Kelarki sonda qaysi chaqchaqchi sizlar bilan asralashidi? Diqqatinglar davomli tasavvur madaniyat tarixi ishlangan chaqchaq sahna programmasi bo'lsin. Chaqchaq sahna programmasini yuqorqi taratqulardan dal vaqtida ko'ra olasizlar. Chaqchaq so'rindil emas, chaqchaq sahnada.